Shu desangiz, bugun sizlarga mol tuyog'ini inson salomatligi uchun, ya'ni sizu bizni organizmimiz uchun qanday foydalari borligi haqida so'zlab bermoqchiman. Bilasiz, mol tuyog'i mana shunday tizzadan pastki sohasi, to'rttasi kallasi, bosh, oyog'i deb sotiladi. Shu mol tuyog'ini mana shu to'rtta oyog'i bor-ku, agar shuni qaynatib, hil qilib, yumshoqqina qilib pishirib yeydigan bo'lsangiz, quyidagi foydalari sizga kirib keladi. Birinchi navbatda suyak bo'g'imlaringiz voh rahmat devoradi. Chunki aynan bizni mana shu suyak bo'g'imlarimizni ovqatlanadigan va ularga kerak bo'ladigan eng asosiy xomashyosi tabiiy ravishda juda ular bizni qo'llarimiz, oyoqlarimizni suyak va bo'g'imlari isitadigan xomashyosi mana shu molli tuyog'ida borda. Tarkib yaqinroq, baribir jonzot-ku. Oyoqdagi paylari, yumshoq joylari, tog'aylari hil pishadi-ku. Mana misol uchun oddiy g'ishtni yasaydiganlar, g'isht quyadiganlar. Loyi tarkibi yaxshi bo'lsa, loyi shuncha yumshoq bo'ladi-da, g'ishti ham chiroyli, mustahkam chiqadi. Demak, gap tarkibda bo'lib turibdi-da. Mol tuyog'i suyak bo'g'imlarimizga hujayralar, to'qimalar tarafdan juda kerak bo'ladigan oziqa manbai. Demak, bu birinchi foydasi bo'lsa, ikkinchi foydasi tabiiy bizni kollagen ishlab chiqarishimizga kerak bo'ladigan xomashyo bor. Produktlar bor uning tarkibida. Bilasiz, qayerdan qanday mahsulot organizmga kirib kelishidan qat'iy nazar, u ichaklarimizda turli-tuman moddalar molekulalariga ajratiladi. Va mana shu molekulalardan bizning organizmimiz o'zlari kerakli ravishda turli-tuman jarayonlar hosil qiladi. Xususan, kollagenlarni biz iste'mol qilganimiz bilan mana sotuvdagi, farmadagi, do'kondagi, bozordagi kapsula bunaqa shakldagilari baribir kimyoviy usuldagi preparatlar va ularning tarkibi bizni organizmimizning tarkibiga o'xshash emas. Mana bu tabiiy shakl mol tuyoqlarini ichidagi hujayralari, tolalari, to'qimalari, molekulalari, aminokislotalari bizni o'zimizning organizmimizda kollagen ishlab chiqarishga juda asqotadigan formulada. Ana shuning uchun ham uni iste'mol qilgandan keyin ertasi kuniyoq yuzlaringiz bir yorug' bo'lib va oynaga yaqinroq qarasangiz, mana shu joylaringizda bir приятный tabiiy o'zingizni yog'laringiz hosil bo'lgan bo'ladi, даже kremlaringiz teridan. Terilaringiz yarqillab ketadi. Demak, bizni butun tanamizdagi tabiiy kollagenni jadal ishlab chiqarish uchun xomashyosi tabiiy ravishda bizga, tanamizga yaqinroq bo'lgan formulada mol tuyoqlarida bor ekan. Ana shularning natijasida mol tuyog'ini oyda bir, hech bo'lmasa har 2 oyda bir yeb turgan insonlari sochlari yarqiroq, tirnoqlari yorqiroq, mustahkam, terilari elastik ko'rinar ekan. Iloji boricha uy sharoitida o'zingiz ishonchli tuyoqlarni ishonchli ravishda pishirib yeyish haqida gap ketmoqda. Mana shu tuyoqlarni xil-xil ajoyib qilib, halol qilib, yurakdan, aldamasdan pishirib sotadigan odamlar o'zlari ham yeb turadi-ku. Yuzlariga qarasang, shularning yuzidan qon tomib turadi. Hamma mineral moddalari yuqori bo'lib ketganda, analizlari yuqori ko'rsatkich bo'lib ketgan. Chunki tabiiy mana shunday ozuqalari zo'r joylarini shunaqa odamlar va qassoblar ko'pincha yeb yuradi-da. Bilasizmi, qassoblar eng birinchi yeydigan joyi bu jigardan ozgina, tush go'shidan ozgina va yurakdan ozgina hamda eng yaxshi joylaridan yana birdalab olib yeb yuboradi. Molni so'yib bo'lgan yo so'yayotgan vaziyatda o'zida. Shuning uchun juda ko'p qassob akalari bolalari podrastkovoy, ya'ni o'smirlik davrida jaydari bo'lib ketadi, baquvvat bo'lib. Mana shunaqa qilib boqish kerak-da, tabiiy narsalarni yedirib bolalarga. Ha deganda, qanaqa vitamin, kapsula, qanaqa dori, qanaqa sirop deyavermasdan, qanaqa sirop beray deyavermasdan, mana shunday molli tuyog'i, molli boshini xil go'shtlari, to'shlari, mana shunaqa yeguliklarni berib katta qilish kerak bola deganlari. Uchinchi foydasi artrit, artrozi, suyak yemirilishi, osteoxondrozi va ayniqsa belida qandaydir muammosi borlarga, umurtqa pog'onalarini darz ketayotgan vaziyatlariga molni tuyoqlari juda yaxshi tabiiy shifo ravishda quvvat bo'ladi. Keyingi ravishda
uni kalsiy va xondroprotektor deb nomlanuvchi suyakni yumshoq to'qimalari borku, o'suvchi zonalari. Shularga kerak bo'ladigan minerallar borligi sababi bilan yuqorida aytgan kasalliklarda juda qo'l keladi. Tabiiy kalsiy va xondroprotektor tog'aylarni oziqlantiruvchi hujayralarga boy bo'lganligi uchun bolalarni ham, qizlarni ham bo'yi tez cho'zilib ketishiga yordam beradi. Kunlar sal salqinlashishi bilan darrov bolalaringizga xil-xil qilib xolodeslik qilib, tuyoqlarni pishirib yedirib tursangiz, aziz ota-onalar, bolalaringiz bo'ylari uzun bir nig'iz gavdali bo'lib o'sadi. Mana bu bo'g'imlar orasida tabiiy ishlab chiqariladigan sinovial suyuqlik borda. Ana shu sinovial suyuqlikni xomashyosi ishlab chiqarish uchun juda mol tuyoqlariga o'xshashda va xolodesga o'xshash. Mana shu ikkala mahsulot artrit bo'lgan odamlari doim iste'mol qilib yuradigan yegukligi bo'lishi kerak. Tabiiy dorisi bo'ladi shunda. Chunki ularning tarkibida tabiiy kalsiy, minerallar, fosfor va tog'ayli hujayralari bor. Shuning uchun keyingi foydasi turli-tuman vaziyatlarda endi yiqilib tushadi, odam suyagini chiqarib oladi, sindirib oladi yoki operatsiya qilinadi, to'g'rimi suyakdan? Suyakdan operatsiya bo'lgan yoki suyagini sindirib olgan odamlari asosiy hil-hil yeydigan ovqati mana shu mol tuyoqlari bo'lishi kerak. Tez bitkazib yuboradi. Suyakni singan joylari tez o'sib, mahkam yopishib, jaydari bo'lib bitib ketishi uchun kerakli bo'lgan oziqa muhiti shu tuyoqlarning ichida juda ko'p joylashganda. Mana mushak cho'zilishi, mushak razrivlari yoki xohlagan operatsiya, pay uzilishi, pay cho'zilishi degan tashxislar bor. Oyog'i qayrilib olibdi deydi, yotibdi uyda, gips qo'yibdi deydi. Mana shunaqa odamlar agar hazm a'zolari normal ishlab turgan bo'lsa, albatta ushbu mahsulotdan to'yib xil-xil yeyish kerak. Ana shunday qilib, demak 7 ta mana foydali tarafini aytishdingiz. 8-inchisi bu immunitet oshib ketadi. Immunitet bardam baquvvat bo'ladi. Yuqorida aytib o'tgan mineral moddalar tabiiy shaklda organizmga kirib kelib turgani uchun butun suyak ko'miklarida suyak iliklari yaxshi ishlab chiqariladi. Suyagimizni yaxshi oziqlanib turganligi natijasida. Keyingi o'rinda tarkibidagi fosfor, magniy va tabiiy tuzi nerv asab tizimimizni hujayralariga foyda beradi. Va bundan tashqari chuqur minerallari borligi uchun yurak qon tomir tizimi elastikligi oshadi. Quvvatiga quvvat qo'shiladi-da, baquvvat bo'ladi. O'zi kakras parhezbob, sho'rvali qilib har qanday usullarni pishirsa bo'ladi. Sizlarga savol qoldiraman. Molni tuyoqlaridan turli-tuman zilillarni solib, qanaqa ovqatlarni pishirishni bilsangiz, retseptlarini kommentariyaga yozib yuboring. Ana shunday qilib bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Bugungi lavhadan keyin bolalar bilan oilaviy bo'lib o'tirib, har oyda yoki 2 oydan bir marta mol tuyog'ini yeymiz endi deb qaror qilganlar, biz yeydigan bo'ldik deb izohlarga yozib qoldiring, qarashib. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha o'zingiz ehtiyot qiling, semirib ketmang. Poko. Azizlar, xabaringiz bor, doktor Ischanovning mobil ilova butun tibbiyotning barcha sohasidan o'ziga ma'lumotlarni qamrab olgan kitobi chiqqan. Ushbu kitobning ichida misol uchun mana hozir eslatib o'taman, turli-tuman retseptlar, qanday kapelnitsa qaysi a'zolarga, qaysi ukollar qanday aralashtirib olinadi, barchasi haqida informatsiya, ma'lumotlar joylangan. Xususan, og'riq holatlarida yordam berishlar yoki boshqa bir vaziyatlarda har qanday o'zingizga tibbiy yechim topish uchun ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Misol uchun mana gemoglobinni qanday ko'tarish, qonga tegishli ma'lumotlar va furja kasallik haqida sabablari, belgilari, nima qilish kerak, qayerga uchrash kerak, qanday dorilar bilan asli davolanadi yoki misol uchun mana qon quyuqlashganda qanday choralar ko'rinadi, ginekologik kasalliklar, urologik kasalliklar, jinsiy muammolar barchasiga sizga o't uyda yo'l yo'riq ko'rsatadigan tayyor mobil ilova kitobimiz bor. Va yana bir qancha butun oilangizni salomatligiga asqotadigan informatsiyalar liqqa to'la. Bu innovativ mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skачать qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skачать qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.